Mas'uliyati cheklangan bu korxonada asosan qishloqning yigitlari, yoshlari faoliyat yuritadi. Ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlar mana ko'rib turganingizdek, hech qanday chet el mahsulotlaridan qolishmaydi. Jahon andozalariga mos, sifati ham a'lo darajada. Mana o'zingiz ko'ring. Ozginadan so'ng qayta tiklanish xususiyatiga ega oynalar. Sinish bo'yicha jahon chempioni unvonini bersa arziydi. Wow, zo'r sanar ekan. Qoyil, olovcha, bir xil parcha bo'lar ekan. Opani bir kunlik daromadi ketdi uji. Oyna, uzr, hali tayyor emas edim. Boshqa nima bo'libdi? Mas'uliyati cheklangan jamiyat emas, mas'uliyati yo'q bilan deb qo'ydi. Mas'uliyati